nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 204-guruh talabasi Meliqulova Dilsizman. Bugungi mavzu o'qituvchining shaxsiga qo'yilgan professional talablar. Bu mavzu bo'yicha 3 ta reja mavjud. Birinchisi fan sohasidagi chuqur bilimlar va mutaxassislik malakasi. Ikkinchisi pedagogik kompetensiya va o'qitish metodikasi. Uchinchisi dars rejalashtirish va o'quv materiallarini tayyorlash. Fan sohasidagi chuqur bilim va mutaxassislik malakasi o'qituvchining nazariy asoslarini mukammal bilish, soha terminologiyasiga ega bo'lish, metodik va amaliy kompetensiyalarni uyg'unlashtirishni talab qiladi. O'qituvchi o'quv dasturini tahlil qila bilishi, dars rejalarini ilmiy asosda tuzishi, baholarni adolatli va obyektiv olib borishi, laboratoriya yoki amaliy mashg'ulotlarni tashkil eta bilishi lozim. Pedagogik kompetensiya va o'qitish metodikasi. Pedagogik kompetensiya fan va ta'lim nazariyasi, psixologiya, axloqiy prinsiplar, kommunikatsiya hamda talabalar bilan munosabat. O'qitish metodikasi dars rejalashtirish metodlari, interfaol, muammoli, loyihaviy, referensial yondashuv, baholash, rivojlanish, kasbiy ta'lim, refleksiya, pedagogik texnologiyalar va inklyuziv ta'lim va sinf boshqaruvi. Dars rejalashtirishda maqsad va o'quv natijalarini aniq belgilash, davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturiga muvofiqlik mavzuni modulga bo'lib, vaqtni samarali taqsimlash. Baholash turlari: diagnostik, formativ va summativ usullar, testlar, kuzatuv, interaktiv vazifalar, loyiha va portfel bahosi, mezonlari: haqqoniylik, ishonchlilik, obyektivlik va adolat. Attestatsiya komissiyasi sertifikatlash, malaka darajalarini aniqlash va qayta attestatsiya, fikr, mulohaza berish natijalarini hujjatlashtirish, qonuniy talablari va o'qituvchi professionalni rivojlantirish bilan bog'liq bilimlar. Sinf boshqaruvi va intizomni ta'minlash uchun o'qituvchi aniq qoidalar va kutishlarni belgilaydi. Muntazam va izchil intizom siyosatini qo'llaydi, ijobiy mustahkamlash va rag'batlantirishdan foydalanadi, dars tuzilishi va vaqtni samarali boshqaradi. Muloqot va ta'sir ko'rsatish ko'nikmalarini aniq va tushunarli og'zaki hamda yozma kommunikatsiya, nonverbal signallarni boshqarish, faol tinglash va empatiya, konstruktiv qayta aloqa berish, motivatsion uslublar va ijobiy mustahkamlash. Psixologik tayyorgarlik, emotsional barqarorlik, stressni boshqarish, motivatsiyani rag'batlantirish, empatiya va ishonchni shakllantirish, o'zini nazorat qilish. Pedagogik psixologiya, bolalar rivojini bosqichini individual farqlarini anglash, o'quvchilarning psixologik diagnostika, didaktik adaptatsiya, motivatsion texnologiyalarini